Tasavvur qiling, osmon sokin, radarlar odatdagidek aylanmoqda, havo kuchlari o'zini mutlaq ustun deb bilayotgan bir paytda mutlaqo yangi raketa paydo bo'ladi va shu lahzada barcha eski hisob-kitoblar ma'nosini yo'qotadi. Bu oddiy texnik yangilik emas, bu butun havo urushi tushunchasini ichidan o'zgartirib yuboradigan burilish nuqtasi. Aynan shu sababli bugun harbiy shtablar jim, tahlilchilar esa javobsiz savollar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Chunki bu raketa paydo bo'lgach, havo kuchlari endi faqat kuch bilan emas, aql bilan ham raqobatlashishga majbur bo'ldi. Avvallari havo ustunligi deganda samolyotlar soni, ularning tezligi va balandligi tushunilardi. Kim balandroq uchsa, kim tezroq hujum qilsa, o'sha ustun bo'lardi. Ammo bu raketa bilan bu mantiq ishlamay qoldi. U paydo bo'lgan lahzadan boshlab osmon endi xavfsiz hudud emasligi ayon bo'ldi. Uchuvchilar radar ekranlariga qarab emas, noma'lum xavfni his qilib uchishga majbur bo'ldi. Chunki xavf endi ko'rinadigan emas, seziladigan bo'lib qoldi. Bu raketaning eng dahshatli tomoni uning shovqinsizligi va aniqligidir. U osmonni yorib o'tmaydi, portlash bilan kelmaydi, lekin nishonga yetib borguncha butun tizimlarni chalkashtirib yuboradi. Havo mudofaasi uni ko'rgandek bo'ladi, ammo javob berishga ulgurmaydi. Qarshi choralar ishga tushadi, lekin kechikadi. Ana shu kechikish esa havo kuchlari uchun eng qimmat lahza hisoblanadi. Harbiy rejalashtirish markazlarida endi yangi savol tugildi. Agar bunday raketa mavjud bo'lsa, qiruvchi samolyotlar qanchalik xavfsiz? Avval ustun deb hisoblangan balandliklar endi afzallik emas, aksincha, zaiflikka aylanmoqda. Chunki bu raketa balandlikni muammo sifatida ko'rmaydi. U uchun osmon faqat yo'l, xolos. Shu sababli havo kuchlari endi faqat uchishni emas, yashirinishni ham qayta o'rganmoqda. Bu texnologiya paydo bo'lgach, mashg'ulotlar o'zgardi, simulyatsiyalar yangilandi, lekin baribir bir narsa yetishmayapti. Bu raketaga qarshi aniq va ishonchli yechim yo'q. Ba'zi tizimlar uni aniqlashga urinadi, boshqalari chalgitishga harakat qiladi, ammo natija doim bir xil. Havo kuchlari o'zining avvalgi ustunligiga endi shunchaki ishonib o'tirolmaydi. Eng qizig'i shundaki, bu raketa kuchli portlashga muhtoj emas. Uning zarbasi jismoniy emas, strategikdir. U qaror qabul qilish vaqtini qisqartiradi, buyruqlar zanjirini uzadi va havo kuchlarini o'z ustunligiga shubha bilan qarashga majbur qiladi. Urush endi kim kuchliroq degan savol bilan emas, kim tezroq tushunadi degan savol bilan boshlanmoqda.
Uchuvchilar orasida yangi tushuncha paydo bo'ldi. Oldin dushman ko'rinmasa ham taxmin qilinar edi, endi esa ko'rinmagan xavf doimiy hamrohga aylandi. Har bir parvoz, har bir topshiriq ortida noma'lum ehtimol turibdi. Bu holat ruhiy bosimni oshiradi va havo kuchlarining psixologik ustunligini yemira boshlaydi. Bu raketa shuni isbotladiki, kelajak urushi shovqinli bo'lmaydi. U tez, jim va chalkash bo'ladi. Havo kuchlari esa bu sharoitda faqat texnika bilan emas, tafakkur bilan ham jang qiladi. Endi har bir yangi samolyot loyihasi, har bir yangi strategiya shu raketaning ehtimoliy mavjudligi bilan hisoblashishga majbur. Ba'zi mutaxassislar bu texnologiyani o'tkinchi deb baholaydi, boshqalar esa uni yangi davrning boshlanishi deb ataydi. Ammo bir narsa aniq, u paydo bo'lgach, hech kim avvalgidek reja tuza olmayapti. Havo ustunligi endi kafolat emas, vaqtinchalik holatga aylandi. Bugun bor, ertaga yo'q.